Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugungi videoyimda Zamyakulkus barglarini 2 oy davomida ildiz orttirish natijalari bilan bo'lishmoqchiman. 16-avgust kuni ekilgandi. Vermikulitga fitilniy poliv usulida ildiz orttirish uchun mana bugun 15-oktyabr, oradan 2 oy o'tib, natijalarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin, ildizlari juda ham yaxshi rivojlangan. Juda ham zo'r rivojlangan. Bundan oldin oddiy gruntda, kokosovый substratda ko'paytirganimda ildizlari nozikroq bo'lib qolgandi. Juda ham nozik, juda ham kichkina nimjon bo'lib chiqqandi nozik ildizlari. Bu safar mana fitilniy polivda ildizlari baquvvat, anchagina kartoshkalari ham anchagina menga kattadek tuyuldi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Fitilniy polivda ko'paytirish davomida suvga albatta qo'shimcha ozuqalar, yantarniy kislota, monokaliy fosfat, epin, sirkon kabi qo'shimchalar qo'shib sug'organman. Mana ko'ryapsizlar, ildizlari juda ham chirmashib, fitilniy poliv va ipigina orasigacha o'sib ketgan. Natija juda ham yaxshi. Hattoki bir xil kartoshkalarini yaqindan ko'rgan paytimda o'sha kichkina detkachalari ham bor edi. Juda ham kichkina. Yaqin 2-3 oyda o'sib chiqishi mumkin. Mana yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Endi esa ikkinchi idishdagi xuddi shu usulda ekilgan Zamyakulkus barglari. Bular ham ildizlari juda ham yaxshi rivojlangan. Kartoshkalari ham yaxshi rivojlangan. Fitilniy polivda suvni nazorat qilib turish kerak, suv qurib qolishi kerak emas, grunt qurib qolishi kerak emas. Xona harorati issiq bo'lishi kerak. Agarda kuz yoki qish mavsumida fitilniy polivda ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, xona haroratingiz albatta issiq bo'lishi kerak va yorug' bo'lishi kerak. Aks holda ko'chatlaringiz, Zamyakulkus ildizlari, barglaringiz chirib qolishi mumkin. Ildizlari ham chirib qolishi mumkin. Bu kichkina kartoshkachasi. Bundan ham qiziqarli videolarni joylab boraman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat kattakon.